Qishloqqa keldim, opoqim uyiga. Maza qildim, qaranglar. Yo'q, hozirgi uylar mana opoqim. Ashsiz biz katta bo'lgan uylar. Assalomu alaykum. Eshiklar ham shu payt teshik. Salamanlarga hozir birov salamanlamay qo'ydi. Issiq turadi. Assalomu alaykum. Sraz ko'zim tushgan narsa. Sho'rva qaynayapti, issiq. Pechkalar issiq mana. Men o'zim opoqim bilan katta tog'am bo'ladi. Opoqi sog'larni yaxshimi? O'tiribsizmi qiynalmasdan? O'zlaringiz ham salomat, yaxshimisizlar? Salomat bo'linglar. Sandalga. Opoqi oyoqda issiqqina qilib o'tiribsizmi? Zo'r. Bu nechaga kirdingiz opoqi? 18 ga kirdingiz a? 1936-yil siz, 36-yil mana opoqi. Mashali bemalol o'zi yurib, nima qilaman? Tog'am mana. Eng katta o'g'li. O'zim opoqim bo'laman. Qarang, hamma tabiiy. Maza qilib o'tiribman o'zimizni. Eski o'zimizni o'zbekona uylar. Opoqi, bundan ham ko'p yashang. Umringizga Alloh ziyoda bersin. Farzandlarni, nevara-chevaralarni baxtiga sog' bo'ling. Nevaralar nechta, chevaralar nechta, opoq? Sanariga yetmayman. Farzandingiz nechta aytib qo'ying? Farzandimiz 11 ta. 11 ta. 7 ta qiz, 4 ta o'g'il. 7 ta qiz, 4 ta o'g'il. Ha, farzand ko'rishdan boshqa yana nima ish qilgansiz deydi-yu. Nevaralar ham bormi? 20 tadan oshadi? Nevaralar 40 tadan oshadi. 40 tadan oshadi. O, chevarachi? Nevara 60 tadan oshadi. O, qoyil. Barakasini bersin. Haqiqiy 100 tadan oshadi. 100 ta mana baraka deb shuni aytadi. Baraka deb mana. Qaranglar, bitta opoqim, bitta buvam. Hozir shularni mana zurriyotini o'zi 100 tadan oshyapti. Haqiqiy mana baraka. Hammasi ko'p uyli, joyli. Hamma tog'amlar chiqargan, hamma xolamlar chiqqan. Yonida tog'am o'tiribdi. Tog'am 60 dan o'tdingiz, tog'a? 60 nechaga kirdingiz? 62 ga. Hali ham mana so'kadi kerak bo'lsa mana. Hali ham so'kib o'tiradi. Bitta duo qilib bering opoqi hammani. Sizni ko'rib turganlarga ham duo qiling. Amin. Qayerga boshlaysiz? Chiroyli nima niyatda aldanganlar. Qayerga o'tayapman? Alloh baraka bersin. Allohu akbar. Hammaga opoqning niyatlari